Kelinglar bo'lmasa o'rtoqlar, obzorni boshlaymiz. Prixoshkadan kirib kelishinglar bilan mana bunaqa передвижной eshiklar bor o'rtoqlar. Chiroyli takoy, akkuratniy qilib qo'yilgan va kelinglar simvolический oshxonadan boshlaymiz. Bu safar oshxonamiz o'rtoqlar yorqin ranglarda. Ko'ryapsizlar, stoleshnisalarimiz juda ham chiroyli oq va yorqin ranglardan foydalanilgan va o'tgan galgi reelsimizda juda ham ko'p ayollar baribirga ham svetli bo'lgani yaxshi kuxnya deb aytishdi va mana talablarga binoan o'rtoqlar sizlarga svetli chiroyli kuxnya. Uyimiz studio formatida. Kuxnyadan shunday chiqishingiz bilan siz zal, ya'ni living roomga kelasiz. Bu yerda dam olish zonasi ham deb aytish mumkin. Bu yerda televizor bo'ladi, mana bunaqa chiroyli kamin bor. Bu yerda o'tirib dam olib hordiq chiqarish uchun divanchalar bor. Hamda mana bu devor ortida esa o'rtoqlar mehmonlarni kutish uchun chiroyli stol. Endi kelajakda bu yerda stullar bo'ladi. Bu yerda mehmonlarni kutib, televizor ko'rib, mazza qilib bayramlarni shu yerda o'tkazish mumkin va ahamiyat berib qo'yasiz. Ikki tomoni ham, bu tomoni ham, orqa tomonida ham mana shunaqa chiroyli kaminlar bor. Kelinglar keyingi xonalarni sizlarga ko'rsataman o'rtoqlar. Bu esa prixoshka